Bangkok. Sem, biror nima desang-chi. Bo'la qol, jim o'tirma. Senga haqiqatni aytishim kerak edi. Buni hozir aytyapsanmi? Men bu yerga kelganimdan keyin, qachondan beri u bilan birgasan? Media internet eng so'nggi tarjima filmlar makoni. Men bu yerga nega keldim o'zi? Sem. Ko'zimga ko'rinma. Qizil bayroq. Xush kelibsizlar. Xush kelibsiz. Salom. Xo'sh. Qalay? Xo'sh. Endi buni keragi yo'q. Hamma narsa ishdan iborat, Jinursin. Dam olish kerak. Quyosh bu yerda ham charaqlab turadi. Ha, shunday. Voy, u haqiqiy ahmoq ekan. Bu aniq. Men hech kimni bezovta qilmayapman. Albatta yo'q. Hammasi joyida. Parchalangan yurak esa Amsterdamda tezroq tuzaladi. Haligi biz yordam beramiz. Albatta. Hammasi joy bo'ladi, Semi. Gapimga ishonaver. Endi men hech kimga ishonmayman. Yana boshladi. Hoy. Aynan shunday qilish mumkin emas. Nima qilish? Shunday. O'zingga achinish, azoblanish, tushkunlikka tushish va umidsizlik. Ha, hozir tushkunlik va umidsizlikka tushganman. Shoshma, demak, o'sha ablahni g'alaba qozonishiga yo'l qo'ymoqchimisan? Sen g'alaba qozonishing kerak. Sen o'rningda bo'lganimda Semi Milaga diqqat bilan quloq solgan bo'lardim. U haqiqiy mutaxassis. Sen ozod bo'lding. Ha, buni nishonlash kerak. Kechqurun shaharga boramiz, tushunarlimi? Bayram qilamiz. Bugunmi? Bo'lmasa qachon? Agar sen tayyor bo'lishingni kutsak, qish kelib qoladi. Qani, esanib ol. Ha. Nima deb o'ylaysan? Ertalabgacha ichkariga kira olamizmi? Yo'q, menimcha kira olmaymiz. Mana manzilga ham yetib keldik. Qolganlar kutyapti. Hammasi tayyor. Ha, yura qoling. Salom og'ayni, ishlar qalay? Kiravering. Yuringlar. Bilanmi? Ha? Bu qanaqasi bo'ldi? Biz ulardan oldin kelgandik-ku. Mayli, qo'yaver. Ehtimol u tanishi bo'lsa kerak. Yo'q, bunday yaramaslar hammamiz jim turganimiz uchun ham ko'ngliga kelganini qiladi. Ular men bilan. Yo'q, rahmat. Bizga shu yerda ham yomon emas. Oy og'ayni, yur ketdik. Yur. Semi, hozir holdan toyguncha raqsga tushayotgan bo'lishimiz mumkin edi. Ha, chindan ahmoqlik qildim. Lekin biz birgamiz. Ha, to'g'ri.
Ey tong, uyg'on va kuyla. Hay, qachon soat qo'yib uyg'onishni o'rganasan? Butun hafta seni uyg'otolmayman. Axir men onang emasman-ku. Qani, bugun seni birinchi ish kuning. Jin ursin, balki ertadandir. Qachongacha, Sam? Mayli, kechir. Mehmonxonangga ishga olganing uchun sendan juda minnatdorman. Nima? Ha, mehmonxona yo'nalishidagi kollejni tanladim, chunki bu ishni juda yaxshi ko'raman. Rostmi? Sen tufayli Melvinning oldida uyatga qoldim. Sam, uni uyaltirib qo'yma. Mayli. Xo'pmi? Harakat qilaman. Tura qol. E'tibor berma. Sen yangi hayot boshlading. Bo'la qol. Xo'sh. Mayli. Xo'p, to'g'ri tur. Ha, mana shunday. Ha. Bu esa mehmonxonaning maxsus xonasi. Bu yerga mehmonlar kiritilmaydi. Kir yuvish xonasi va omborxona. Bu esa oshxona. Bu bar. Bu esa restoran. Mana bu yerda esa sen kuningni o'tkazasan. Qabulxona. Sen bo'lsang kerak. Ha. Xursand bo'ldim. Bu Melvin, boshqaruvchi. Boshqaruvchining yordamchisi, lekin bu muhim emas. Ha, gap bu yoqda ekanda. Bizga esa bu muhimligidan aytishadi. Ha. Tez orada o'zing tushunib olasan. Britni, salom. Salom. Qabulxonada nima qilyapsan, Britni? Ko'rdingmi? Ketyapman. Xayr. Britnidan ehtiyot bo'l. U g'iybatlari bilan qulog'ingni qomatga keltiradi. Mayli omad, agar biror yordam kerak bo'lsa, meni qayerdan topishni bilasan. Rahmat. Qanday qilib g'iybat bilan quloqni qomatga keltirish mumkin? Bu g'alati-ku axir. Bu yerda esa kassa joylashgan. Unga kalitli karta kerak. Mana qara. Kiritasan. Mana senga barcha xonalar uchun menyu. Tushunarli. Tushunarlimi? Rahmat. Xo'sh. Nima deysan? Albatta sen hali ko'nikishing kerak. Ha, rost charchadim. Seni bu yerga ishga joylashtirish juda ham qiyin bo'ldi. Men sen uchun javobgarman. Boshqaruvchi bo'lish uchun xato qilishga haqqim yo'q. Tushunarlimi? Hammasi mukammal bo'lishi kerak. Men bu ishga to'g'ri kelmasam kerak. Xo'sh. Senga nima kerakligini bilasanmi? Hozir soat 8:30 bo'ldi. Basseyn hududi mehmonlar uchun yopiq. Xo'sh. Pastda meni zaxira cho'milish kiyimim bor. Qani borib salqinlanib kel. Shunda bu yerda ishlashni xohlab qolasan. Rostami? Mayli. Salom. Shu yerda ishlaysanmi? Shu yerdami? Aqldan ozdingmi? Demak, mehmon ekansan-da. Ha, xotiram pand bermasa, ha. Hozir bu yer yopiq. Mehmonlarni bu yerga kirishi mumkin emas. Nima, meni tanimayapsanmi? Men esa sen meni eslab qolgansan deb o'ylagandim. Kechir. Afsus. Men bilan kirmay bekor qilding. Vaqticha oliy qildingizmi? Navbatda uzoq kutdingizmi? Balki menga yana bir imkon berarsan. Basseyn yopiq. Bu yerga kirish mumkin emas. O'ylashimcha, mehmonxona ma'muriyati bu yerda mehmonlar yurganidan mamnun bo'lmaydi. Yo'q, menga hech narsa bo'lmaydi. Odam kam vaqtda bu yerga kelishni yoqtiraman. Felix, qiziqsim ekan. Qimmatbaho soat. Sovg'a bo'lsa kerak.
23? U 23 yoshdami? 23 yoshda kim o'ziga lyuks xona oladi? Bilmayman. Qani ko'rishda davom etaylikchi. Ha, mana gap nimada ekan. Bu Kronku. Biznes ledining o'g'li. Ha, endi hammasi tushunarli. Demak, u shunchaki erkatoy ekan. Ha, u ancha baquvvat ham ekan. Rostdanmi? Ha, axir u cho'milish kiyimi dedi-ku. U senga yoqib qoldimi? Nega edi? Shunchaki o'zim. Axir u yerda birga suzgansiz-ku. Nima deyapsan? G'iybat qilyapsanmi? O'zing nima deganding? Lekin biz hozir ishda emasmiz-ku. Voy xudoyim, qara. Ko'ylagini ko'tardi. Xayrli tong. Pastga tushasizmi? Pastga? Albatta. Bilmaysizmi, qayerda nonushta qilsam bo'ladi? Nonushta 3-qavatda emas. Tushunarli. Bir daqiqa. 2-qavatda ham Nima emasmi? oldin nonushta qilmaganmisan? Tugmachani bosishni bas qilin, 1-qavatga tushyapmiz. Oy, mana qo'lga tushding. Oy, ismim Felix. Sam, Sam. Chiroyli. Senga yarashadi. Ya'ni mos keladi. Nima? Maqtovni yoqtirmaysanmi? nonushta shu qavatda. Qoyil. Bu qavatga mehmonlarning kirishi taqiqlangan, nonushta esa yuqorida. Omad. Voy, kechirasiz. Semi, Ha, sen bilan gaplashib olishim kerak. Bu yerdagi ba'zi gaplarni eshitdim. Gaplashib olishimiz kerak. Shunday ekan, ish masalasidami? Mayli, gapir. Britni o'sha Felixni mehmonxona xodimlari liftida ko'rganini hamma joyda gapirib yuribdi. Shunaqami? Yigit liftdan chiqa olmabdi, chunki uni kartasi yo'q. Shunda Britni unga achinib, liftdan chiqarib yuboribdi. Lekin savol shuki, liftga qanday kirdi? Nahotki xodimlardan biri uni liftda qoldirib ketgan bo'lsa? Ammo bu mumkin emas-ku. Kartasi chiqolmasligini bilmas edingmi? U hamma tugmalarni bosa boshladi. Nima qilishni bilmay qoldim. Meni kechir. Ahmoqona vaziyat. Afsuski, uzr so'rashingga to'g'ri keladi. Nima? Agar Melvin buni bilib qolsa, u albatta biladi. Hamma narsa qoidaga muvofiq bo'lishi kerak, chunki sen uchun men javobgarman. Hozirmi? Iloji bo'lsa, ha. Ha. Katta rahmat. Hoy. Liftdagi o'sha voqea uchun uzr so'rashga majbur bo'ldim. Shuning uchun Buni bilmayman. Haliga Nega men uchib keldik o'za? Nima uchun? e'tibor berma Felix. Qandaydir ahmoqlik. xayrli tong, kuningiz yaxshi o'tsin. Felix, Ha, hech yo'q. seni liftda tashlab ketganim uchun uzr. Felix, Ha, Ha, unga nima kerak?
Hech nima. Men uni tanimayman. Basdan xabar. Javob bersang bo'lardi. Aytgancha, men qaytib keldim. Hoy, Semi. Hammasi meni aybim bilan bo'ldi. Endi seni ahvolingni tushundim. Yarim dunyoni uchib o'tib, u yerda ahmoqona ahvolga tushish va sen endi hech narsani nazorat qila olmaysan. Hozir men ham taxminan xuddi shunday vaziyatdaman. Sen uchun albatta hammasi 10 barobar og'irroq edi. Ha, to'g'ri. Salom. Haliyam ishlayapsizmi? Afsus, bo'lmasa sizlarni ham taklif qilgan bo'lardim. Agar o'zgarish bo'lsa, sizlarni yuqorida kutamiz. Oq sochlarga bugun ish ko'p bo'ladi. Biz buni aniqlashtiryapmiz. Ha. Ha, Noqulaylik uchun uzr so'raymiz, janob. mayli. Hamma mehmonlar shikoyat qilishyapti. Ular hammani bezor qilishdi. Bu qanaqa shovqin? Qaysi qavatda bo'layotganini bilasizmi? 407-lyuks xonada. Yanami? Bu qanaqa bema'nilik? Bunga chek qo'yish kerak. Bizning mehmonxona tungi klub emas-ku. Hozir Sem chiqib hammasini hal qiladi. Yura qol. U yerdagi kimnidir taniysanmi? Zo'r ziyofat bo'lyapti. Yura qolsang-chi. Buni olsam bo'ladimi? Qoyil. Rahmat. Juda ham yoqdi. Bu tarafga yur. Hoy! Ziyofat tugadi. Hammangiz chiqib keting. Chiqa qoling. Bazm tugadi. Ha, uyga qaytish vaqti bo'ldi. Keting yigitlar. Tezroq qimirlang, bo'la qol. Agar biror narsa kerak Mayli, bo'lsa, bo'pti. Do'stlar bilan kichik uchrashuv degin. Ha, shunaqa. Bizni navbatchiligimiz hali tugamadi. Nima qilyapsiz? Siz farrosh emassiz-ku. Xudoyim. Ha, bu bizning ishimiz emas, lekin kimdir tozalash kerak-ku. O, qoyil. O, ha, albatta. Yana bir bor qayta nimani qidiryapmiz? Tozalash vositalarini. Nima ular shu javondami? Ha, har bir qavatda joylashgan. Aks holda liftda 100 marta qatnashga to'g'ri kelardi. Bu esa ko'p vaqt olgan bo'lardi. Sen buni lyuks xonaning eshigi deb o'ylagan eding. Aslida esa omborxona. Ha, men ham shunaqaman. Qanaqa? Hamma meni ham lyuks deb o'ylaydi. Keyin ma'lum bo'ldiki, sen ombor ekansan. Yo'q, bu meni ijodiy yo'nalishim emas. Yo'q, albatta. Xo'sh, qanday ekan? Shunchaki hech qanday. Har kuni 1000 ta rasm joylashtirish ijod emas. Shunaqami? Faqat ularga biror o'zgarish kiritsang bo'ladi. Yo'q, men ularni boshqalar uchun joylashtiraman. Masalan, shampun sotasanmi? Shampun qiziq emas. Dizaynerlik poyabzallari, moda, sayohatlar, bular ajoyib. Bir xil narsa, faqat qimmatroq. Seni hayratlantirish juda qiyin ekan. Gapirish va amalda bajarish bir xil emas. Quruq gaplardan charchaganman. Ha, tushunaman. Bu odamlar, hozir atrofimdagi hamma mendan manfaat kutishadi. Nima, rostdanmi? Shunchaki ular foydalanishadi, senda esa hamma narsa borga o'xshaydi. Yo'q. Hada? Shunday ko'rinadi. Garchi men nimani ham bilardim. Ko'p narsani nazarimda. Mana qayerda ekansiz? Nima tozalash vositasini topish shunchalik qiyinmi?
Yuring, deyarli hammasi tayyor. Uyga qaytish vaqti bo'ldi. Melvin yomon emas ekan, lekin Britni juda g'alati qiz. U qachondir uxlaydimi o'zi? Ha, Britni bu bepul tomosha. Qandaydir kasallik. Yo'q, bu odatiy holat emas. Ha, 3 kun davomida uxlab olaman. Men ham Sem, Jinursin. salom Mila, yaxshimisan? Yaxshiman. Ajoyib. Sen bilan xoli gaplashib olsak bo'ladimi? Nega kelding? Sem, quloq sol, menga ishon. Uzr so'rashdan boshlashim mumkin edi, lekin buning keragi yo'q. Men hammasini tushunaman. Yaxshisi xotirjam gaplashib olaylik. Sem, men nomardlik qilganimni tushundim. Ko'p o'yladim va angladim. Men nohaq ekanligimni tushundim. Qoyil. Quloq sol. Agar juftliklardan biri xiyonat qilsa, demak munosabatlarda nimadir noto'g'ri bo'lgan. Eng boshidan. Ammo bu hammasini barbod qilish kerak degani emas. Agar vaziyat yomonligini bilsang. Ha, sen xuddi shunday qilding. Rostdanmi? Shunday bo'lishi ham mumkin. Hammasini izga solish uchun orqaga bir qadam tashlashimiz va barchasini o'ylab ko'rishimiz kerak. Sem, meni qabul qilishing kerak. Menga yana bitta imkoniyat ber, shunda o'zgarganimni senga isbotlayman va oramizdagi munosabatlar yaxshilanadi. Men dunyodagi eng zo'r yigit bo'laman. Iltimos. Bilasanmi, bas? Endi meni hayratga solish oson emas. Shunday ekan, Ha, Eng so'nggi tarjima filmlar faqatgina aslmedia.net saytida. Ahvoling yaxshimi? yaxshi. Men hammasini eshitdim. Sen uni haydab yubording. Bu ajoyib. Irodaliroq bo'lib qolibsan. Seni yaxshi ko'raman. Mhm. Chin so'zim, sen bo'lmaganingda O'zing men... bo'lmaganingda. Sammy. 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 Nega kelding? Salom, Sam. Iltimos. Bas. Sem senga aniq qilib tushuntirdi. U dilidagini aytdi. U bu yerda ishlayapti. Uni o'z Yo'q, holiga qo'y. Sammy, bas qil. Qo'riqchi, Sammy, unday qilma. Hoy, o'zingni bos. Bu xato. Keta qol. Bunday qilma. kuningiz xayrli o'tsin, janob. Haqiqiy ahmoq. Men yaxshisi... Hoy, to'xta, Sem. Nima ichib olganmisan? Ozgina ichganman. Rostdan ham tun bo'yi uxlamadingmi? Iltimos, meni kechir. Qara, sensiz qanday ahvolga tushib qoldim. Men halok bo'lyapman. Ahvolim yomon. Senga ham qiyin bo'lgan. Bas, iltimos. Men bu yerda ishlayapman. Meni qabul qil. Ish haqida o'ylama. Azizam. Iltimos endi. Bas qil. Mayli, kechir. Bas qil. Yo'q. Qo'y, quloq sol. Sen menikisan. U yo'q dedi. Bu yerdan yo'qol. U meni urdi. Sammy. Bas, shunchaki ket. Yo'q. Sammy. Felix, sen nima qilib qo'yding? Sen uni yuzini rasvo qilding. Nima bo'pti? Aralashmasin.
Men o'zimni o'zim himoya qila olaman. Ha, ko'rdim. U seni qanday ushlaganini. Bilasanmi, men nimani tushunmayapman. Nega u iflos qo'llari bilan yuzingni ushlashga jur'at qildi? Senga nima? Gap shundaki, senga bunday munosabatda bo'lishlarini ko'rishga chiday olmayman. Bu nimani anglatishini ham bilmayman. Sobiq sevgan insonimga musht tushirding. Yo'q. Shunaqaroq bo'ldi. Buni qahramonlik deb o'ylaysanmi yoki ahmoqlik? Ehtimol ikkalasi ham. Ha, Men ha. Mayli. Xayr. xayr. Felix. Ishing hali ko'pmi? Yo'q, ozgina qoldi. Qoyil. Ha, Mayli, haligi xayr. xayr. Jiddiy gapiryapsanmi? Basga musht tushirdimi? Ha, to'g'risini aytsam, Felix meni orzuyimni ro'yobga chiqardi. Ham ba'zida yaramas odamlarning ta'zirini berib qo'yish kerak. Sen u bilan ehtiyot bo'l. Sam? Sam? Alo? Sam? Sam? Alo, nima bo'ldi? Kech nima, yaxshisi ertaga gaplashaylik. Shirin tushlar ko'r. Sen ham. Salom. Birinchi marta seni boshqa kiyimda ko'rishim. Ha, menda faqat ikkita kiyim bor. Mehmonxona uchun rasmiy va tungi kiyim. Shunisi yaxshiroq. Tabiiyroq ko'rinyapti. Qayerda yashashimni qanday bilib olding? G'alati-ku. Biroz aylanib kelsak-chi. Faqat ikkimiz mushlashsiz. Nima? Hozirmi? Ha, yoki uyqing kelyaptimi? Unda mayli. Xo'sh, nima? Ketdikmi? Mhm. Everybody cheered while we kissed. You wore that dress made for romancing, one that leaves me in a mess. Two pairs of eyes lost in the moment. Xo'sh, ehtiyot bo'l. Deyarli yetib keldik. 3, 2, 1, mana. Yoqmadimi? Yaxshi. Hayratda qolmadingmi? Hayratdami? Hech qachon. Just you. Rahmat. Arzimaydi. You're all I see in me. Xo'sh, bu maxsus taom. Yaxshi. Xo'sh. Yoqmadimi? Tushunmayapman. Pul qancha ko'p bo'lsa, ovqat shuncha g'alati va kam bo'ladimi? Ko'pikli bargcha qanday qorin to'ydirishi mumkin? Shoshma, bu hali hammasi emas. Shunchaki burger yeyishga borsak bo'lardi, ham mazali, ham to'yimli. Eshitib qolishda janjal chiqadi. Bosh oshpazni bazor ko'ndirganman. Bizni bu yerga kiritishganining o'zi omad. Ular haqida post yozasanmi? Ha, yozishga to'g'ri keladi. Kechir. Bunday gap aytmasligim kerak edi.
Hashamatli joyda tungi kiyimda o'tiribman, go'yo oydan tushgandek. Men bunga odatlanmaganman. Yo'q. Mutlaqomi? Nima? Zamondan ortda qolmaganmiz. Yo'q, onam bilan ba'zan qahvaxonaga borib spring roll yeymiz. Sen onang bilan hech qachon ovqatlanmagan bo'lsang kerak. Sahifangni ko'rib chiqdim. Ha, onam bilan restoranga borganimizda hammasi odatdagidek bo'lardi. Hashamdor muhit, do'stlar, onam ularni shunday atardi. Shunaqa mashhur odamlar, investorlar, prodyuserlar ko'nikishga to'g'ri kelardi. Enagam tarbiyalagan. Onam doimo yonimda bo'lmasdi. Meni Gven boqardi. Ha, Gven, meni enagam, ha. Voy xudoyim, enagammi aqldan ozish mumkin. Ha, qoliplar shunday paydo bo'ladi. Shuning uchun ham senda o'ziga xoslik yo'q. Nima? Menimcha, yo'q, ishonchim komil. Sen meni mahallamda yaxshiroq ulg'aygan bo'larding. Rostdanmi? Mayli. Unda menga ko'rsat. Hozirmi? Jons, biz tushmoqchimiz. Rahmat. Arzimaydi. Xo'sh, marhamat. Rahmat. O'tira qol. Iltimos, markazga. You know I can tell when you lie. He's gone and you can't call me. Now I worry where you fly. I don't know where your head goes. But know that you never. Shahardagi eng zo'r kartoshka. Hidi juda yoqimli, lekin bilasanmi, men yengilroq yegulikni afzal ko'rardim. Soat 9dan keyin bu yerdagi hamma joy yopiladi. Mana u. Yoshligimning shovqin surolli markazi. Shu yermi? Ha, shu joy. Aynan shu yer. Bolalar maydonchasimi? Bu yerda uychalar qurardik, o'ynardik. Qizlar o'g'il bolalarga qarshi birinchi uchrashuvlar. Hammasi shu yerda bo'lgan. Birinchi bo'lsa-chi? U ham shu yerda bo'lgan. Juda g'alati. Menda unday emas. Hammasi bir joyda ekan. Bu qiziq. Seniki turli joylarda bo'lganmi? Ehtimol shundaydir. Rioda ham, Sidney, Gonkongda ham bo'lganman. Devor bilan o'ralgan villalarda na do'stlar, na o'yin maydonchalari bor edi. Cheksiz aylanish mumkin bo'lgan basseyn bor xolos. Buni qara-ya. Basseynmi? Aslida bu juda achinarli. Arg'imchoqda uchish uchun do'stim ham yo'q edi. Demak, birinchi bo'lsa ham bo'lmagan ekanda. Aychi, shu yerda bo'lganmidi? Arg'imchoqdami? Arg'imchoqda emas, lekin shu yerda. Voy, Yo'q. jinursan. Yo'q, poyafzaling iflos bo'ldi. Ha, Yur. Nima qilishni bilaman. qayoqqa? Yura qol. Tushgan holatimizni qara. Bir daqiqa kutib tur. Hozir. Juda kuchli ekansan. Jim. Shivirlab gapir. Xo'p, yura qol. Bu nima? Oyog'ingni ber. Mayli. Ha? Voy, Xo'sh, yuqoriroq ko'tar. Sam. Aqldan ozish mumkin. Yuqoriroq. Voy, paypog'imga sepma. Berchi o'zimga. Sen qanddan yasalmagansan-ku? Qanday emasman. Hoy, Kir bo'lib qoldi. to'xta, ber. Yo, Menga ber. Xayrli kech. To'g'rirog'i, xayrli tun. Oyi, salom. U poyafzalini tozalayotgan edi. ha, kechirasiz. Sam sizni uxlayotganingizni aytganda. Shunday dedimmi? Kimga aytgan ekan? Ismim Felix. Sen bilan uning ish joyida tanishganmiz. Men loyni bosib oldim. Qani, ikkovingiz ham uyga kiring. Jiqqa xul bo'libsiz. Kiyimlaringizni almashtirib choy ichasiz. Yo'q, kerak emas. Kerak. Tez uyga kiring. Hozir onam bilan tanishasan. Ha, rostini aytsam, aslida hozir ketishim kerak. Hozirmi? Ha, onlayn ishim bor. Vaqt bo'ldi. Kechir.
U qayerga g'oyib bo'ldi? Ismi nima edi? Felixmi? Axir birinchi uchrashuvdayoq sizni tanishtirmayman-ku. Lekin siz meni bog'imda edingiz. Hali erta deb o'ylaysanmi? Nimaga ertami? Haligi bo'lgan voqealardan keyin. U shunchaki hovlini ko'rmoqchi edi, keyin esa loyni bosib oldi. Ha. Oq poyabzalda oson emas. Uxlashga yotasanmi? Xohlamasam ham yotishim Ha, kerak. albatta. Kecha ajoyib bo'ldi. Poyabzaling quridimi? Avtobusga kech qolishimga oz qoldi, chunki juda yaxshi vaqt o'tkazdik. Salom. Salom. Nima bo'ldi? Hech narsa, nega so'rayapsan? Men ham shunday deb o'ylagandim. Hech nima. Bugun qabulxonadamisan? Yo'q. Mayli. Kechasi qayerda eding? Nima? Qayerda eding? Onamnikida? Onangnikidami? Ha, onamnikida. Nima bo'ldi? Emma seni Felix bilan ketganingni ko'ribdi, muhim emas. Hoy, u bizni mehmonimiz. Sen esa mehmonxonada men tufayli ishlayapsan. Unutmadingmi? Men onamnikida edim. Mayli. Navbatchiligim boshlanyapti. Ana va Felix nonushtaga chiqmabdi. Oq sochni yubordim, to'shakka tegilmagan ekan. U xonada tunamabdi. G'alati, to'g'rimi? Bilasanmi yana nimasi g'alati? Xona xizmati. Mila. Aytishni istamagandim. Bilaman, bunday qilish to'g'ri emas, lekin men shunchaki... Agar Melvin seni uni xonasida bo'lganingni bilib qolsa, aybdor men bo'laman. Lekin men xonasiga kirmadim, onamnikida Ey edim. Xudoyim, aytganingdek bo'lib qolsin. Iltimos, quloq sol. U to'satdan taksida kelib qoldi. Keyin birdan onamni uyiga borib qoldik. Nima? Keyin u g'oyib bo'ldi. Britni bo'lsa, u kelmadi deyapti. Bu nima degani? U meni xabarlarimga javob bermayapti. Nima qilishni bilmayapman. Ko'rsatchi. Ha. Sir ochildi. U shunchaki modellar bilan vaqt o'tkazayotgan ekan. Bu qachon bo'lgan? Albatta kechasi. Hozir esa ulardan biri bilan yotibdi. Nima, tentakmisan? Sam, bunday qilma. O'zing hammasini tushunasan-ku. Xayr, janob. 101-xona. Ha. Iltimos, ana bu yerda o'tirib turing. Rahmat. Salom. Balki navbatchilikdan keyin biror joyga borib kelarmiz. Yo'qmi? Avvalo,
Sen uchrashuvdan keyin g'oyib bo'lding. Keyin 3 kun yo'q bo'lib ketding. Endi hech narsa bo'lmagandek qarshimda turibsan. Rahmat yo'q. Men seni raqamingni bilmayman. Kech qayerga g'oyib bo'lmadim. Aytgancha, menga raqamingni berasanmi? Bor, vaqticha oliy qilaver. Bugun seni ham ziyofating bormi? Va albatta shaxsiy xabarlarga javob berishim shart emas. Shaxsiy xabarlargami? Unut, tushunarlimi? Janob, 204-xona. Sen shuni nazarda tutyapsanmi? Kechirasiz. Shaxsiy sahifamni men o'zim yuritmayman. Bu Nikning ishi, sen uni ko'rgansan. U sahifam postlar bilan shug'ullanadi, xabarlarga javob beradi. Qachon tugatasan? yo'q rahmat. Men seni tanimayman. Buni menga keragi ham yo'q. Nonushta qil. Janob, 204-xona. yaxshi. Ana bu yerda o'tira turing. Yaxshi, rahmat. Xonangiz raqami? 320-xona. Ha, bu tomonga. Rahmat. Balki melodrama ko'rarmiz. Faqat bu emas. Yaxshisi jangari yoki qo'rqinchli film bo'lsin. Hozir juftliklarni ko'rishga toqatim yo'q. Balki orqa miya jarrohligi haqida biror film toparmiz. Ushla. Noma'lum raqam. Sam. Ha, Salom, bu Felix. ha, biror gapimni tushunmadingmi? Gaplaringdan keyin o'ylanib qoldim va sen haqsan. Men seni deyarli tanimayman. To'g'ri. Tanib olishni istaysanmi? Hech kim bilmaydigan ma'lumotni bilmoqchimisan? Unday bo'lsa tashqariga chiq, ko'rsataman. Nima? Men eshik oldida turibman. Ilojim yo'q. Biz bu yerda film ko'ryapmiz. Kutib turaman. Shoshilayotganim yo'q. Nima? Agar 3 kun qayerda bo'lganimni bilmoqchi bo'lsang, buni ko'rishing kerak. Boshqa iloji yo'q. Shunchaki aytib qo'ya qolsang-chi. Filmingni ko'raver. Men kutib turaman. Xo'p, mayli. Xayr. Qani, filmni qo'y. Ushbu film aslmedia.net sayti tomonidan HD formatga o'zgartirildi. Felixdan xabar. Film hali ham tugamadimi? Nima? Tushunmadim. Juda uzun ekan. Muzlab qoldim. Salom. Salom. Qoyil. Eng muhimi, Stuck in the moment, the fate that is gone. You brought this back to me. Seeing you leaving, and all I have done, you still bring home to me. On my own, if time will wait, I run so I can be okay on my own. Till you will say, I'll bring you home to me. I'll bring you home to me. Qayerga keldik? Bu senmi? Buni sen chizdingmi? Nima bu seni yashirin studiyangmi? xo'sh, Tushunmayapman. Bularni hammasini sen chizdingmi? yoqmadimi? Hech qisi yo'q. Tushunaman. Yo'q, yoqyapti. Bu juda ham zo'r. Juda ajoyib. Bu esa buni men tushunmadim. Lekin baribir chiroyli. Nega bularni hammasi sir tutilyapti? Chunki men Felix Kronman.
Badavlat. Hamma narsasi bor badavlat ota-onaning o'g'liman. Meni jiddiy qabul qilishmaydi. Lekin senda iste'dod bor ekan. Yo'q. Bu bilan hech kimning ishi yo'q. Odamlarning fikri sen uchun muhimmi? Gap bunda emas. Shunchaki eplay olmayman. Ishlarimni 1-2 marta e'lon qilgandim. Tanqidchilar to'dasi yopirildi. Onasi kabi iste'dodsiz deb yozishdi. Shunaqa gaplar. Menga o'xshaganlar umr bo'yi boyvachcha rolini o'ynashi kerak. Shuning uchun ular ko'rishni istagan narsalarni joylab qo'ya qolaman. Ammo shaxsiy vaqtim faqat senga bag'ishlangan. Demak, sen g'oyib bo'lganingda... Men shu yerda edim. Ha. Senga ishonmagandim. Bir marta pand yeganman. Ha. Ha, tushunarli. Tanish holat. Men Yana sirlaring bormi? yo'q. Faqat oyog'imdagi jimjilog'im g'alat xolos. O, qiziq-ku. Salom. Salom. Bir finjon qahva ichishni xohlardim. Nima, rostdanmi? Ha, hoziroq. Hoy, Shunaqa. shumtaka. Mayli. Hammasi joyidami? Ehtiyot bo'l, issiq. Rahmat. Xo'sh, men ham chizsam bo'ladimi? Ha, albatta. O'tir, iltimos. Ha? Rahmat. Shundaymi? Iloji boricha qimirlamay o'tir. Can build a fire in the middle of the night, staring at 1,000 stars, dreaming. Hozir shoh asar qanday yaratilishini ko'rsataman. Oo. Rostdan ham shoh asarmi? Shunchaki hayratda qolasan. Bo'ldi. Tayyormisan? Tayyorman. Xo'sh, qalay? Xuddi o'zing. Endi men. Mayli. I know we can build this town. We only need to start somehow. I know Tayyormi? let me down. We just need to start right now. Bo'ldi, tayyor. Ketdik, bizni qiziqarli sovg'a kutyapti. Nima? Kelyapsanmi? Ha, kimgadir taqlid qilasanmi? Yo'q. Men yuragimning ovoziga quloq solaman. Ya'ni hech qanday namuna yo'qmi? Bilasanmi, ular shundoq ham ko'p. Buchi? Qara, senga yoqyaptimi? TikTokdagi qizilmi? Yo'q. Blogerlarga o'xshab gapirding. Hoy, ketdik. Qornim ochdi. Marhamat. Rahmat. Arzimaydi. Balo bilanmi? Baliq bilan albatta. Nima, 2 kun och qoldingmi?
Baliqni ancha vaqtdan beri yemagandim. Chunki sen doim safarlarda yurasan, janob International. Ha, shunday bo'lsa kerak. Sen sayohat qilmaysanmi? Sayohat qilganman Tailandga. Lekin darhol qaytib keldim. Nega? Maktabni tugatgandan keyin 1 yil Yevropa bo'ylab sayohat qilish, ozgina ishlash, poyezdda sayr qilish, 1 yil ichida ko'proq joylarni aylanib chiqish. Tailandga bordingmi? Ha, Tailandga bordim. Buni men tanlamaganman. U yerga borishni xohlamagandim. U xohlagandi, keyin esa yaxshisi bu haqda gaplashmaylik. Endi men o'zgarganman. Keyin sayohat qildingmi? Yevropa bo'ylab. Yo'qmi? Puling yo'q edimi? Bu haqida gapirging kelmayaptimi? Onamning ahvoli yomonlashyapti. Juda sekin, lekin tobora og'irlashyapti. O, Ha, u betob. qanday kasalligi bor? Tarqoq skleroz. Hozircha oyim hamma ishni o'zi qila oladi, lekin qancha vaqt shunday bo'lishini kim bilsin. Avval qo'ltiqtayoq, keyin hazil-huzulga vaqtimiz bo'lmaydi. Onang haqida biror yaxshi voqeani aytib ber. Xo'sh, nima yozishayotganini tekshirib ko'rish kerak. Men onam bilan shaxsan tanish emasman. Bir narsa tayyorlab qo'yganman. Oh. Buni qanday uddalading? Xo'sh, bu kasb siri. Xayrli kech, janob Kron. Xayrli kech. Yana bir bor rahmat. Arzimaydi. Ha, 8 baho qo'yaman. Lekin baribir mo'ylov yetishmayapti. O. Seni ishingmi? Ha? Nima, yomon emas. Bu maqtovmi yoki nima? Maqtov? Sen o'z rasmlaringni sotishing mumkin va ahmoqona blog yuritishni yig'ishtirishing kerak. Ahmoqona blog yuritishmi? Hazillashyapsanmi? Mayli, ahamiyati yo'q. Sen doim hazillashasanmi? Bo'ldi. Bas qil. Bo'ldi. Qani o'zimga kelchi. Bo'ldi. Voy, to'xta. Xo'p. Qochib keta olmaysan. Sem u bilan uchrashib yuribdi. Bas qil, Mila. Sem yana kimnidir topgani bu yaxshi-ku. Tushunsang-chi. U yana boshdan-oyoq sevib qolgan. O'sha yigit bilan vaqt o'tkazyapti, xuddi o'tgan safargidek. Sen ham ahmoqliklar qilgansan yoki unutdingmi? Lekin men o'z hayotimni unutganim yo'q. Salom. Salom. Xalal bermaymanmi? Sen ham shu yerda yashaysan-ku. Yaxshi uxladingmi? Deyarli. Nega deyarli? Shunchaki. Rahmat. Ko'rinishing juda yaxshi. Bugun quyoshdek nur sochib turibsan. Shunaqami? Ha, gap to'g'ri. Mila, ketishimiz kerak, aks holda kech qolamiz. Ha, Mehmonxonada ko'rishamiz. ehtimol.
Kechirasiz, qizaloq, menga yordam bera olasizmi? Meni qo'rqitib yubording. Yo'q. Rostdanmi? Turib qolish o'rniga yordam berishing ham mumkin edi. Sendan farqli o'laroq men ishlashim kerak, pulim ko'p bo'ladi. Ah. Yordaming uchun rahmat. Men ketishim kerak. Kuning yaxshi o'tsin. Xayrli kun. Bu kir kiyimlar qachondir tugaydimi? Bitta odamga shuncha sochiq nega kerak? Buni bilasanmi? Vaqti chog'lik qiling. Kim? Sen va 407-xonadagi mehmonimiz. Ba'zida hazillashamiz. Hazillashyapsizmi? Bori shumi? Ha? Bu yaxshi, chunki bugun bir qiz keldi. Xo'sh, nima bo'pti? U 407-xonaga joylashdi. Men unga qo'shimcha kalit tayyorladim. O'zim. Shunchaki do'sti bo'lsa kerak. Meni aldamoqchimisan? Aldashmi? Nega endi? Orangizda hech narsa yo'q-ku. Go'yo bilmaydigandek. Sami, o'zing istaganingdek yo'l tut, lekin men senga haqiqatni aytyapman. Bu la'natli vaziyatdagi yagona haqiqatni. Mila. Xona xizmati. Mehmonxonamizda yaxshi dam oling. Rahmat. Xush kelibsiz. Rahmat. Nima bo'ldi? Hech narsa. Yaxshi. Nega bu yerda turibsan? Bugun qabulxonada sen emas, men navbatchilik qilaman-ku. Ha. Salom. Xayrli kun. Xayrli kun. Ha, bu o'sha. Uni o'zim ro'yxatdan o'tkazdim. Ismi Luiza shekilli. Yuvinish xonasida ikkovi birga edi. Nima? Yuvinish xonasida ikkovi birga edi. Sen uni yuvinish xonasida nima qilayotgan eding? Sam, nimalar qilyapsan o'zi? Men senga qo'limdan kelgancha yordam berishga harakat qilyapman. Axir seni avvalgi holingga qaytardim. Seni o'z uyimga kiritdim. Ha, seni hamma ishing joyida. Uying, do'stlaring va zerikarli 30 yillik hayoting bor. Bu o'zing amalga oshira olmagan orzularing menda ushalish kerakligini anglatmaydi. Unday bo'lsa sen ozodsan. Bugun ishni oxirigacha qilmasang ham bo'ladi. Yaxshi. O'zim ham shunday qarorga kelgan edim. Mayli.
Hamma narsa odatdagidek o'tishi kerak. Qachon boshlaymiz? Eslatib bor. Soat 4da boshlanadi. Men u yerga ertaroq borib hammasini tekshirib chiqaman. Xo'pmi? Sizga nima kerak? Sam, bu yerda nima qilib yuribsan? Xuddi shu savolni bermoqchi edim. Internet ulanishi barqarorligiga va translyatsiya vaqtida uzilishlar bo'lmasligiga ishonching komilmi? Ha, Demak, qizillardan ekansan-da. Azizam, tanishganimdan juda xursandman, lekin ishlarimiz bor. Azizam, hoy, bu sir edi-ku. Agar mening kimligimni bilib qolsa, hammasi o'sha zahoti barbod bo'ladi. xo'sh, qancha siring bor o'zi? Yo'q, Sam, kerak emas. Hayot shunaqa. Odamlarga ishonib bo'lmaydi. Ularga imkoniyat bersang, hammasini bir ondayoq barbod qilishadi va Odamlargami? Dunyodagi barcha odamlarning bunga nima aloqasi bor? Kechirasiz, muhim suhbatingizni bo'layotganimdan juda afsusdaman, lekin to'xtang, shoshmang. Bu sen-ku. Luiza, jim bo'l. Nima men? Sen ko'rmagansan-a? Senga yoqadi. Aynan nima? Shunchaki mehmonxonadagi qiz. Hozircha uni eng yaxshi ishi, meni fikrimcha. Shunchaki qizmi? Bu nima o'zi? Turkum, ilhomlandim. Hozir ko'rsatuvim boshlanadi. 100 nomli. Yarim soatdan keyin translyatsiyang bor. Omad tilayman. Bu nima o'zi? Senga yoqyaptimi? Bularni allaqachon sotib olishdi va bu endi ahamiyatsiz. Jonli efirda rasm chizaman. Men davom etishim kerak. Davom etishing kerakmi? Turkumning 4-suratini chizishim kerak. Bu aniq yaxshi. Sam, ehtiyot bo'l. Sam, hoy, ularni qayoqqa olib ketyapsan? Oramizdagi munosabat jiddiy deb o'ylagandim. Ha, xuddi shunday. Mehmonxonadagi qizcha. Bu ham jiddiymi? Bu shunchaki nom. Men uchun muhimi sensan. Ularning ahamiyati ham shunda. Chunki haqiqiy ijod namunasini yaratdim. Sen haqiqiysan. Rostdanmi? Ha, shunday. Bilasanmi, bu men uchun qanchalik noyob Bu suratda hodisa. onam qo'ltiqtayoqda chizilgan. Ha, chunki bu tafovut yaratadi. Onam qo'ltiqtayoqda yurmaydi. Sen uning ahvoli yomonlashayotganini aytding. Bu meni lol qoldirdi va men Nima, sen voqealar rivojini tezlashtirmoqchi bo'ldingmi? Ta'sirli chiqishi uchunmi? 4-rasmda nima bo'ladi? Onam nogironlar aravachasida bo'ladimi? Yoki shifoxona to'shagidami? Ehtimol la'nati tobutdadir. rejamga ko'ra pulini senga bermoqchi edim. Va barcha rasmlardan tushgan pulni sen ishlamasliging uchun, onangning yonida bo'lishing uchun. Onamni yonida bo'lishim uchunmi? Chunki hozir men onam bilan emasman, a? Sen nimani ham bilarding? Har qanday muammoni pul bilan hal qilish mumkin. Dunyoda hamma narsa sotiladi. Shunaqami? Mendan foydalanding. Bu vaziyatdan pul bilan qutulmoqchimisan? O'zingga kerak bo'lmagan pul bilanmi? Sen shunchaki telbasan. Men buni nazarda tutmagandim. Men sotilmayman. Sam! asilmedia.net taqdim etadi. Qizalog'im, kela qol o'zimga. Kela qol. Bo'ldi. O'zimni qizalog'im.
Tinchlan. Mana ichib ol. Tinchlan. Bo'ldi qil. Oy, Sam, iltimos, javob ber. Sam, iltimos, javob ber. Balki bu yaxshilikkadir. Hammasiga oydinlik kiritding. men hamma gapimni aytib bo'ldim. Eshitaman. Ha. Meni qidirishni hojati yo'q edi. Men u bilan aloqani uzganman. Nima gap? U shifoxonada ekan. Oxirgi marta menga qo'ng'iroq qilgan ekan. Nima? Men javob bermadim. Tushunarli, lekin u shifoxonada-ku. Men uni oldiga bora olmayman. Bormasligim qo'limdan kelmaydi. Qizim, buni o'zing hal qilasan. Bu seni his-tuyg'ularing, nima qilish kerakligini o'zing yaxshi bilasan. His-tuyg'ularim meni doim aldaydi. Semmi. Shuning uchun ham hech narsani oxiriga yetkaza olmayman. Yevropa bo'ylab sayohat qila olmadim. Shu sabab do'stlarim ham yo'q. Doimo nomunosib yigitlarni tanlayman. Hech narsani eplolmayman. O'zim hech narsani uddalay olmayman. Bu gaping noto'g'ri. Sen juda ko'p ish qilyapsan. Senga shunchaki o'zingga ishonch yetishmayapti. Ishonchmi? Ha, Yetishmayaptimi? voy. Sam, Kechir. Uyg'otib yubordimmi? o'tir. Baribir uxlay olmayotgandim. Sen juda qattiq uxlayotgan eding. Yo'q, unday emas. Rostdan. Sen kelding-ya. Boshqa ilojim yo'q edi. O'sha kecha ketib qoldim. Jonli efirga chiqishim kerak edi. Lekin butunlay unutib qo'yibman. Biz shunchaki markazda ovqatlanamiz deb o'ylagandim.
To'satdan onangning derazasi tagiga kelib qolibmiz. Yarim tun bo'lib qolibdi. Butun xayolim faqat senda edi-da. Fikrimda faqat sen bor eding. Va men faqat seni chiza olardim. Ha, Lekin sen menga aytishing mumkin edi-ku. ha, aytishim kerak edi. Lekin ayta olmadim. Lekin tushunmayapman. Yashirishni nima keragi bor edi? Sem, o'zimni yaxshi his qilayotgandim. Birinchi marta haqiqiy ish qilayotganimni his etdim. Agar men haqiqatni aytganimda Senga buni taqiqlagan bo'larmidim? Shundan qo'rqqan edingmi? Ruxsat bermasligimdan qo'rqdingmi? ha, Lekin bunday qilish to'g'ri emas-ku. bilaman. Suratlaringni rasvo qildim. Axir bunday qilishim ham xato edi. Rasvo holatda undan ham qimmatroq turadi. Nima? Sen butunlay aqldan ozibsan. Ularga nima bo'ladi? Ularni yo'qotishni istamayman. Seni ham. Ketmaysan, ha? Hamshira seni ko'rib hayratdan og'zi ochilib qoldi. Ha, bu yer sizlarga mehmonxonami dedi. Ehtimol bularning barini to'xtatsam kerak. Nimani? Hammasini. Men sababmi? Ortiqcha drama kerak emas. Xo'sh, bu menga nima berdi? Hech narsa, faqat asabiylik, sirlar. Mashhurlikdan qochib, uni izlash mumkin emas. Bunday bo'lmaydi. Balki mehmonxonangizga ishga kirsammikan? Yoki yana bir tanlov, rassomchilik maktabiga borish, rasm chizishni o'rganish. Har kuni ko'rishib turamiz. Nima deysan? Men ham senga bir gapni aytishim kerak. A? Men ketyapman. Yo'q. Ha, ketyapman. Chiptalar tayyor. Yevropa bo'ylab sayohat qilaman. Aslida nima istashimni bilish uchun yolg'iz ketishim kerak. Lekin nimani istashingni juda yaxshi bilasan-ku. Bilmayman. Mutlaqo bilmayman. Agar ketma, qol, men bilan bo'l desam, qolasanmi? Albatta qolaman. Lekin iltimos unday dema. Men seni deyarli tanimayman. Milaga ham, o'zimga ham yolg'on gapirdim. Sen ham menga yolg'on gapirding. Men oqim bo'ylab suzishni emas, balki o'zim tanlov qilishni xohlayman. Ya'ni biz birga bo'lishni xohlaymiz-u, lekin birga bo'lmaymizmi? Ishon, shunday qilsak ikkalamizga ham yaxshi bo'ladi. Bilaman. Ketkim kelmayapti, lekin men
Shunday qilishim kerak. Nega bu vaqtda kelding? Nima, gaplashib o'tirmoqchi edingmi? Kechir, iltimos. Nima uchun? Hammasi uchun. Hammasi uchunmi? Bu ko'plik qilmaydimi? Ha. Ehtimol men odatdagidek hamma narsani barbod qilgandim. Shunday deb o'ylaysanmi? Menimcha ha. Kirasanmi? Ha. First times don't lie to big hearts. Hammaga salom. Sizlarga bir gapni aytishim kerak. Men qizillardan emasman. Mening ismim Between shapes of love. Felix. Felix Kron. Qizil, men, onam va Los Anjelesdagi ofisimiz PR marketing jamoamiz tomonidan yaratilgan. Xo'sh, bu ijodmi? Buni bilmayman. Rasm chizishni to'xtatamanmi? Yo'q. Now that I've opened the door, oh, I'm letting go. I'm letting go. Light falls where it shines. How far can I go when I'm letting go? Balki seni olib borib qo'yarman. Yo'q, kerak emas. Hamma ishni o'zim qilmoqchiman. Yarim soatdan keyin qaytib kelma. Hazillashdim. Tezroq qayt. Seni sog'inaman. Hammasi uchun rahmat, Emma. Arzimaydi. Bora qol, bo'lmasa poyezdga kech qolasan. Mayli. Ha, Men sen bilan faxrlanaman. Qo'lingdan keladi. uddalay olaman. Endi uzoq vaqt ko'rinmayman. Semi. Now that I've opened. Semi. Endi bu yerdan jo'na. I'm letting go. Light falls where it shines. How far can I go when I'm letting go? It's all that I know. I've waited so long, so I'm letting go. How could I know how to let go? When skies fall down, now that I opened the door, oh, I'm letting go. I'm letting go. Light falls where it shines. How far can I go when I'm letting go? O'zbek tilidagi tarjima filmlarini tomosha qilmoqchimisiz? Unda asilmedia.net saytiga tashrif buyuring. Qizil bayroq. Film sevimli telekanalda o'zbek tiliga o'girildi. Dublyajda artistlardan Hamza Hasanov, Iroda Ahmedova,
Gulxumor Abdullayeva va Doniyor Nasriddinov ovoz berishdi. Dublyaj va ovoz rejissyori Sohib Nurmuhammedov, montaj ustasi Alisher Otaqulov, tarjimon va muharrir Sadoqat Allaberganova. Film tugadi. E'tiboringiz uchun rahmat.